Assalomu alaykum. Men Bozor va Go'zal boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi, Namangan viloyati Chust tumani 76-maktabda ustozlik qilaman. Men mahorat markazida o'qib, o'z malakamni oshirdim. Bu yerda malakali o'qituvchilardan yangi bilimlar, yangiliklar o'rgandim. Barcha o'qituvchilarga rahmat aytaman. Bu yerda o'rgangan metodik va ko'nikmalarimni ish tajribamda qo'llab, bolajonlarga dars beraman. Chust tumanida tashkil etilgan sayyor guruhda o'qidim. Bizga bu yashash joyimizga yaqinligi sababli bizga qulaylik tug'dirdi. Uzoqdan kelib o'qitgan o'qituvchilarimizga rahmat. Bugun hozir test va loyiha ishlarini topshirib chiqyapmiz. Barcha nazorat ishlari haqqoniy bo'lyapti. Bu yerda imtihonlar shaffof va adolatli bo'lyapti.